Laylo. Muallif Aleksandra Kavelius. Birinchi qism. Ko'z yoshlarim qurib qoldi. Axir men ham odam edim. Men o'lmadim, ammo har kuni o'lishni o'rgandim. Urush meni sindirib tashladi. Ushbu sahifalar mayda-mayda bo'laklarimdir. Muallif haqida. Aleksandra Kavelius, yozuvchi va mustaqil jurnalist. U nufuzli jurnallarda e'lon qilingan ko'plab siyosiy maqola va kitoblar, shuningdek tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga bir necha bor nomzod bo'lgan Robiya Qodirning tarjimai holi sifatida yozilgan Ajdaho jangchisi bestsellerining muallifidir. Laylo, muallifning o'zbek tiliga tarjima qilingan ilk asari. Ushbu asardagi ayrim qahramonlarning ism-sharifi va joy nomlari xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zgartirildi. Nechun seni shudring tomchisi kabi bunday titroq, hassos ko'rmog'im kerak? Horg'in qalbim muz qotmoqda, holbuki ko'zlarim ham dardga to'lib bormoqda. Sen meni hayratga solgan ayolsan, qalbing ham go'yoki muz tog'laridek. Barchani jazolash uchunmi shunday va yoki seni deb yashayotganlarga. Tiriklikni jondan sevardim avval va misoli to'fon kabi yashadim. Endi qiziq emas menga hech narsa, chunki umrim chayqalading suv kabi. Sokin, sassiz kechmoqdadir kunlarim. Sevar yolim, olisdagi yaqinim. Yuragimda tuyg'ularim tubida seni ko'rish ishtiyoqi yonmoqda. Befoydadir, ammo barchasi, chunki juda olislardasan. Layloga Radko. Sudda guvohlik. Urush boshqalar uchun tugadi, ammo biz uchun endi boshlanyapti, deydi onam har doim. Chunki urush tamom bo'lgani bilan kundalik hayotimiz turli xastaliklar, ishsizlik va yo'qsizlik iskanjasi ostida o'tyapti. Orzu-havas haqida-ku gapirmasa ham bo'ladi. Butun oilamiz bilan tirik qolish uchungina kurashyapmiz. Aslida bu tanglikdan chiqish uchun zudlik bilan ish topishim kerak. Lekin hozircha bunga e'tibor bermayapman. Ayni damda butun fikru zikrim Oliy sudda guvoh sifatida ko'rsatma berishga qaratilgan. Katta ehtimol bilan 2000-yilning bahorida Gaaga sudida guvoh bo'lib ishtirok etaman. Ortda qolgan barcha dahshatli voqealar haqida gapirib bermoqchiman. So'zlaydigan nutqimni puxta yodlab oldim. Guvohlikka tayyorgarlik ko'rayotgan paytim ko'plab tergovchi, prokuror va sudyalar men bilan suhbatlashib, bir qancha savollar berishdi. Shu asno ishning qanday borishi haqida tushunchaga ega bo'ldim. Eng mayda tafsilotlarni, eng oddiy xatti-harakatlarni, har bir daqiqani xotirlashim kerak. Qaysi voqea qay vaqtda, qayerda sodir bo'lganini eslashim lozim. Shunga intilyapman, garchi bundan dahshatga tushsam ham. Umid qilamanki, ovozim qaltirab, meni noqulay ahvolga solib qo'ymaydi. Umid qilamanki, hayajon tufayli xotiram pand bermaydi. Aks holda sudya meni ishonib bo'lmas guvoh sifatida mahkamadan chetlatishi mumkin. Tinimsiz so'rab surishtirishlar ortidan qo'rqinchli tushlarim yana ortiga qaytdi. Kechalari tez-tez o'z qichqirig'imdan cho'chib uyg'onib ketaman. Bu masalada shifokor bilan ham gaplashdim. Qo'rquv to'la bosinqirashlar shu paytgacha hamma narsani ichimga yutib kelganimning oqibati ekanini va kunlar o'tishi bilan sekin-asta o'zimga kelishim mumkinligini aytdi. Bu chindan ham iztirobli jarayon. Menga tajovuz qilganlar bilan yuzma-yuz kelishdan aslo cho'chiyotganim yo'q. Boshimga yog'ilgan shuncha balolardan so'ng o'limdan boshqasidan qo'rqmay qo'ygandim. Zotan sud bo'lib o'tadigan kun uchungina yashayapman. Haqiqat albatta qaror topadi. Men adolatga ishonaman. O'sha kimsalar jazolanishini istayman. Axir aytishadi-ku, yaratgan hammasini ko'rib turadi. Garchi ba'zan sitamlar uzoqroq davom etsa ham. Unutmaganim kabi voz kechmayman ham. Ertalab uyqudan turganimdan to kechqurun yotgunimgacha yonimdan bir lahza ham ayrilmaydigan hamrohga o'xshaydi.
Faqat farzandim bilan o'ynayotgan paytimdagina o'sha xotiralarning chirkin dunyosi g'oyib bo'ladi. Bundan ko'ra o'lib ketganim yaxshi edi deb yurdim ancha vaqt. Nomusimni toptaganlarni birma-bir topib bo'g'izlamoqchi ham bo'ldim. Ammo u kezlarda telbadek fikr yuritardim. Bugun esa ularning qarshisida qahramonlardek mag'rur tura olaman. Ko'rib qo'ylaring, mana, men tirikman. Hech narsaga qaramay yashashda davom etyapman. Bda tug'ilganim xususida. Kuldon bo'g'zigacha to'lgan, yonida esa shokolad va konfet qog'ozlari. Onam bunaqa narsalarni ruhning ozig'i deydi. 24 yoshdaman, ammo ba'zan o'zimni keksa kampirdek his qilaman. Oddiy qizlar kabi el qatori kun kechirgan damlarim ortda qolganiga ancha yillar bo'ldi. O'tmishim yuzimda aks etmagan, hatto ayrimlar ertaklardagi malikalardek go'zal ekanimni aytishadi. Sarv qomatim, uzun va silliq tim qora sochlarim, quralay ko'zlarim, koshki xunuk va ko'rimsiz qiz bo'lganimda edi. Balki o'shanda ba'zi narsalarni o'zimda saqlab qolgan bo'larmidim. Menga diqqat bilan razm solgan kishi bot kasalidan shishib ketgan bo'g'inlarimni va yashirishga tirishayotgan chirik tishlarimni payqashi mumkin. Bular barbod qilingan yoshligimning zohiriy asoratlari. Badbo'y hiddan qilgan chiqindi qutilaridan oziqlanganim, odam sifat maxluqlar bilan bir xonada qamalib o'tkazgan yillarim. Dahshatli tush iskanjasida chirpinayotgan hayotim. Oila a'zolarimni oxirgi marta 14 yoshga to'lganimda ko'rgandim. Bir-birimiz bilan to qayta topishgunimizcha oradan 5 yil o'tib ketdi. Onam meni bo'ynimdagi kichik jarrohlik amaliyotidan qolgan eski chandiqdan arang tanib oldi. Bolaligim esa men bugun hatto eslay ham olmaydigan darajada olislarda qoldi. 1976-yilning 17-sentyabrida oftob charaqlab turgan kunda Bda tug'ilganman. Avtomobilda yurilsa Sarayevodan chamasi 2 soatlik yo'l uzoqlikdagi aholisi ko'pi bilan 2000 kishilik kichik bir shaharcha. 3300 gramm 52 santimetr. Onam mening bolalik suratlarim albomiga sog'lom va quvnoq deb yozib qo'ygandi. O'sha paytlar u 21 yoshda bo'lgan, odam esa 26 da. Tevarakda tog' va o'rmondan boshqa hech narsa yo'q. Qishlar uzun va qahraton. Atrofimdagi muhitdan hech qachon kuchli ta'sirlanmaganman. Tog'larning ortida nimalar borligini ko'rishni istardim doim. Buning qishloqlarga xos havosini yaxshi ko'raman, ammo odamlari boshqalarning ishiga burnini suqishdan o'lgudek nafratlanaman. Bu yerlarda hamma bir-birini taniydi. Sarayevo ko'chalarida ochiq-sochiq kiyinib yursangiz ham hech kim qayrilib qaramaydi. Bda esa butun shahar jodugar oviga chiqadi. Bu yerdan ketishni hamisha istaganman. Shuning uchun 8-sinfni bitirganimdan so'ng qarshimga chiqqan ilk fursatdan foydalanib lash-lushlarimni to'pladim. O'shanda ulkan rejalarim bor edi. Ukrainadagi qarindoshlarimning uyida yashab, kasb-hunar maktabiga o'qishga kirishni, ta'limning keyingi bosqichini ham o'sha yerda davom ettirishni orzu qilardim. Ammo afsuski, hammasi butkul o'zgarib ketdi. Bolaligim sokin o'tgan. Har tugul bu yerga nisbatan tinchroq. Bundagi erkaklarning ko'pchiligi ichkilikka ruju qo'ygan. Bunga tog' ko'rinishlarining og'irligi va rutubatni sabab qilib ko'rsatishadi. Otam ham ko'p ichardi. Hatto mening ko'zimga hammadan ko'p ichadiganga o'xshab ko'rinardi. 5 yoshimgacha bo'lgan paytlarni uzuq yuluq bo'lsa-da eslay olaman. Otam u vaqtlar duradgorlik qilar, onam esa uy bekasi edi. 2 oila bilan birgalikda tepalik ustidagi uyimizda istiqomat qilardik. Ovloq bu joydan yayov yurilsa, shaharga 2 soatda yetib boriladi. Avtomobil biz uchun bebaho hashamat edi. Bo'rilar to'dasi, quyuq daraxtzorlar va keyinchalik urushda garnizon sifatida qo'llanilgan ulkan imoratdan boshqa e'tiborga molik hech narsa yo'q. Onam tashqarida yolg'iz o'ynashimga sira ruxsat bermasdi. Atrof juda ham xatarli.
deb qo'yardi qulog'imga. Ammo boshqa ishga sal chalg'igan zahoti bolalar bilan o'zimizning sevimli qoyamizga qarab chopardik. Bning chetidagi mahallalardan biridagi kichik xonadonga ko'chib o'tganimizdan keyin onamning yelkasidan tog' ag'darilgandek bo'ldi. O'rtasidan ilonisi daryo o'tgan vodiyda yashayotgandik endi. Uyimizga ko'prikdan o'tib borilardi. 2-qavatga ko'chib kelgandik. 2ta xonasi, oshxonasi va hammomi bor. Onam hamma narsani did bilan joylashtirib chiqdi. Tikkan kashtalarini yildi. Moybo'yoqda chizilgan rasmlarni devorga osdi. Gullarni tartibga keltirdi. 4 yoshga to'lganimda ukam Amir dunyoga keldi. Meni boshqa xonaga o'tkazishdi. Ammo tunlari yashirincha onamning ko'rpasi ostiga kirib olardim. Amir endigina yura boshlaganida xonamizga hayvonlarning surati tushirilgan plakatlarni yopishtirdik. Devorlarda qo'llarimiz izini qoldirdik. Men nima qilsam, ukam ham shuni takrorlashga astoydil urinardi. Shu bois xonada har birimiz uchun ajratilgan qismlar keyinchalik yaxlitlashib ketdi. Amir ikkimiz hatto eng kichik masalalarda ham bir-birimizni yaxshi tushunardik. Go'yoki u mening yumshoq o'yinchog'imdek. Biroq keyinchalik munosabatimiz biroz taranglashdi. Amir to'xtovsiz Laylo istaganini qila oladi, lekin menga kelganda darrov jahlingiz chiqadi, deb ming'irlaverardi. Uyga qaytganimdan beri alohida mehr ko'rsatayotgani va g'amxo'rlik qilayotgani uchun meni onamdan qizg'anardi. Urush davrida oilasiga yetarlicha e'tibor ko'rsata olmagani uchun ham onamga jahl bilan muomala qilardi. Chunki onaizorim kecha-yu kunduz meni izlagan va bu hol yillar bo'yi davom etgandi. Shahar chetidagi mahallaga ko'chib o'tganimizdan keyin oilaviy muammolar boshlandi. Otam bo'sh vaqtini mayxonalarda o'tkazar, Nozignihol onam esa yog'och omboridan ish topgandi. U mehnatining og'irligidan sira ham nolimasdi. Garchi unchalik to'kis yashamayotgan bo'lsak-da, bizni hech narsaga zoriqtirmasdi. Birga kelgan har qanday bejirim libos doim menga hadya qilinardi. Kunduzlari qo'shni xotin Amir ikkimizga qarab turardi. Marinka xola ozg'in, jonkuyar ayol bo'lib, ko'zoynak taqib yurardi. Har kuni uzun va tim qora sochlarimni tarab, eng yaxshi ko'rgan ertagim Zolushkani aytib berardi. O'zimni ko'rsatishga urinishim boshqa bolalarga yoqavermasdi. Negaki, men doim yetakchi bo'lishni istardim. Qish kunlari uyimizning orqa tarafidagi muzlagan suv ustida qor malikasi o'yinini o'ynaganimiz hali ham esimda. U yer xuddi muz saroyiga o'xshardi. Tabiiyki, men malika, boshqalar esa menga muz sumalaklari keltirishga majbur xizmatkorlar edi. Biz tashqarida qor yumalatib, qorbobo yasab yoki tog'da chana uchib yurganimizda onam yog'ochlarni tashir, taxtalarni yig'ib ustma-ust taxlardi. Farzandlariga yaxshi bo'lsa bas, boshqa hech narsaning ahamiyati yo'q edi u uchun. Eng muhimi, otamga qarab o'tirmay bir o'zi uddalardi buni. O'zimizdan xonada porlab turgan nur edi. Otam eng og'ir damlarda ham bor budimizni ichkilikka sarflardi. Onam bunday vaziyatlarda kredit olar, barcha mashaqqatlarga qaramay biz uchun ziyofatlar uyushtirib, shirinliklar bilan siylardi. Farzandlariga nisbatan hech qachon qo'pollik qilmasdi. Otam tong otarga yaqin uyga mast bo'lib qaytar ekan, ko'prikdan turib baqirardi. "Ha, sen sababli har kuni shunday ichaman. Jonim mening, mana endi uyga kelyapman." Otamning ovozini eshitishimiz hamon oyog'i kuygan tovuqdek tipirchilab qolardik. Onam esa qo'rqqanidan yig'lay boshlardi. Chunki bu otamning onamni kasalxonaga tushib qoladigan darajada o'lasi qilib urishidan darak edi. Bunday vaziyatlarda Amir ikkimiz darhol biron narsani topishga urinardik. Ukam ko'rpaning ostiga yashirinar, men esa darrov shimimni kiyishga tutinardim. So'ng uydan yashirincha chiqib, 2 chaqirim naridagi politsiya bo'limiga qarab chopardim. Jon holatda mirshabxona eshigini taqillatganimda politsiya xodimlarining qovog'i osilib ketardi. Keyin esa ulardan biri men bilan birga uyimizga kelib otamga nasihat qilardi. Otam esa ko'pincha yerga tiz cho'kib olib, yosh bolaga o'xshab yig'lab siqitardi.
O'lay agar, buni qanday qilganimni bilmayman. Mushug'i qop-qora soqoliga yopishib qolardi. Otam tushunib bo'lmaydigan g'alati odam edi. Bir kuni menga mo'ynali palto sovg'a qilib, 2 haftadan keyin qaytarib olgandi. Ko'zlarini qisib, buni kiyishga sen hali yoshlik qilasan, deb nega uni qaytarib olayotganini tushuntirgan bo'lib, yonog'imdan o'pib qo'ydi. Ba'zida mehr-muhabbat va halollik to'g'risida yurakni parchalaydigan gaplarni aytardi. Biz ham xuddi ulg'ayib qolgandek unga quloq tutardik. U hayrat bilan onamning oldida tiz cho'kib, unga tashakkur aytardi. Necha marotaba o'ldim, sen esa necha bor meni hayotga qaytarding. Bunday vaqtlarda og'zidan ichkilik hidi anqib turardi. Bir kuni onam tungi smenani tugatib, endi uyga qaytganda, boyaqish sumkasini javonga qo'yayotgan ham ediki, otam bilagidan changallab o'ziga tortdi. So'ng, "Qayerda eding, alvasti kampir?" deb baqirdi. Onam chiroyli edi. Otam hamisha uni dahshatli bir shaklda rashk qilardi. Aslida ayollarni ko'rsa suyilib, boshqalarning atrofida girdikapalak bo'lib yuradigan otamning o'zi edi. Uyimizdan eshitilgan shovqin qanchalar balandlashmasin, qo'shnilardan birortasi yordamga kelmasdi. Go'yo yopiq eshiklar ortida hamma o'z muammosi bilan kurashayotgandek. Bir muddat o'tib, onam aqldan ozgan odamning changalidan qutulib, jon talvasasida zinadan tusha boshladi. Yo'lak qon bo'lib ketgandi. Hech narsaga qaramay, ortidan yugurib yetib oldim va birgalikda politsiya bo'limiga bordik. Politsiyachilarni uyga boshlab kelganimizda, otam janjal izlarini butunlay yo'qotishga ulgurgandi. Qonlar yuvib tozalangan, 10 yo'solga otilgan ashyolar esa yana odatiy o'rniga taxlab qo'yilgandi. Hatto tamaki qutisining ustida lab bo'yog'i izi bo'lgan bir sigaret ham turardi. Bunday topilmalar uning tabiatida bor edi. Bunday adoqsiz kechalarda yarim kechasi o'rnimizdan sakrab turib, yerga qapishib yotgan onamning qonga belangan sochlarini silardik. Otam esa yonida xura kotib yotgan bo'lardi. Ertasi kuni bir varaq qog'ozga "Tuyg'ularim sensiz taqir cho'lga o'xshab qoladi" deb yozib qoldirardi. Bolaligimda kim bilsin necha bor baxtli oilada ulg'ayishni orzu qilgan ekanman. Dadamni ta'sirlantirish uchun turli xil teatr spektakllarida rol olardim. Onam bunday vaziyatlarda meni puxta tayyorlardi. Sahna chiqishlarim ortidan qisqa fursatda shaharda tanilib qoldim. Har safar nigohlarim jovdirab, tomoshabinlar orasidan umid bilan otamni qidirardim. Ammo u hech qachon ko'rinish bermasdi. Men uning bu holatini otam kasal, aslida u yaxshi odam deb himoya qilardim ichimda. 2 yil burun asirlikdan qaytib kelganimda meni hatto ko'rishni ham istamadi. O'sha kundan boshlab u bilan tasodifan yo'l-po'lda uchrashib qoladigan bo'lsam, nari burilib ketaman. Boshqalarga ham otamning men uchun allaqachon o'lib ketganini aytaman. Otam menga faqat bir marta qo'l ko'targan. O'sha kuni onam, Amir va o'zim uchun dasturxon yozayotgandim. Otam dafatdan qayerdandir paydo bo'lib, tag'in baqir-chaqir qila boshladi. So'ng biror yegulik berishimizni so'radi. Bir kun avval jahl ustida sut idishlari va qaynatilgan guruchni derazadan tashqariga uloqtirib yuborgandi. Och edik. Shu bois beixtiyor "Sizga hech narsa yo'q" deb baqirib yubordim. Bir soniyadan so'ng yuzimga shunaqangi qattiq shapaloq tortib yubordiki, yerga qanday o'tirib qolganimni bilmay ham qoldim. Yana bir kuni mastligida ukamni kursi bilan urmoqchi bo'ldi. Onam sho'rlik, "Bo'ldi, bundan buyog'iga yolg'iz boshim bilan sizlarni himoyalay olmayman" deb o'rtanardi. Ukamni 2 yilga Kariniyadagi K'da yashaydigan sevimli buvimnikiga yubordi. U yer shaharchamizdan 200 chaqirim cho'zoqlikda. Amirdan ayrilish men uchun azob edi. Xuddi vujudimning bir parchasi yulinib ketgandek bo'ldi. Bitta do'stim ham endi yonimda emas edi. Uyimizdagi muammolarni boshqa bolalarga aytmasdim. Hammasi otalaridan uyalardi.
Bu ichkilikboz odam bilan kechayotgan kunlarimga chidash uchun har doim katta ta'tilni, tezroq yoz kelishini kutardim. Onam ikkimiz avtobusga o'tirib Kga ketardik. O'sha kichik shaharchada o'zimni xuddi jannatga tushib qolgandek his qilardim. Ijro etuvchi Nigora Alisherova. Davomi bor.